Shu uyimizni narxini necha pul deb o'ylaysizlar? Siz o'ylagan narxingizdan ishoning, ancha arzonga sotilyapti. Agar yoqsa videoga like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar, yoqmasa kommentda xohlagan gapingizni yozib qo'yasiz. Uyimizga bitta e'tibor bering, juda ham chiroyli qurilgan kattagina zelonli zona hamda hovli, yopiq naveslar qilingan darvozaxonalar. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan bo'lsa, shunaqa mebellar o'rnatib qo'yilgan hol bizani kutib oladi. Birinchi xonasi kattagina mehmonxona, chiroyli remontlardan chiqazib pardalarigacha ilib qo'yilgan. Bu tomonda bo'lsa ikkinchi xonasi kattalar uchun yotoqxona. Orqa hovliga o'tish uchun eshiklar ham qoldirib ketilgan. Bu tomonda birinchi qavat umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Shuni yonida bo'lsa ayollarimiz sevimli bo'lgan oshxonasi. Uyimiz sizga yoqdi. Videoga hozir bitta like bosib qo'ying. Sizga ham tez kunlarda shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsin. Ikkinchi qavatimizda yana 4 ta xona hamda o'zini yuvinish xonalari qilingan. Uyimizning umumiy maydoni 2.2 sotiq. Narxini $155,000 so'rashyapti. Nima deysizlar? Narxiga arziydimi? Bu tomonda bo'lsa yana bitta bolalar uchun yotoqxona qilingan. Shuni yonida bo'lsa kattalar uchun yotoqxona. Bu yotoqxonamiz orqali uyimizning balkoniga chiqsa ham bo'ladi. Uyimizning o'zini podvali ham bor. Bunaqa xonadonimizdan yana bitta bor. Uni maydoni 1.7 sotiq, narxi $139,000. Xonadonimiz Kiles sanatoriya ko'chada joylashgan. Lokatsiya Telegram kanalimizda. Videoni uyqidirgan yaqiningizga tez jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.